Hozirgi kunda bolalarga tug'ilishi bilan birinchi kunda gepatit B virusga qarshi vaksina qilinadigan bo'lsa ham bolalarda gepatit B virusi aniqlanyapti. Gepatit B virusi vaksinasi butun dunyoda amalga oshiriladi va O'zbekistonda 2000-yildan boshlab yo'lga qo'yilgan va 25 yoshga to'lgan yoshlarimiz gepatit B virusidan himoyalangan deb hisoblanadi. Lekin qabulimizga bolalarni ham olib kelishadi, B virus aniqlangan. Agar bola emlangan bo'lsa, nima uchun ularda B virusi bor? Ulardan birinchi sababi virus onadan bolaga yuqqan. Homiladorlik paytida ayol B virusi borligini bilib shifokorga murojaat qilmagan yoki o'zi bilmagan holda tekshiruvga bormagan va homiladorlik paytida ko'proq 3-trimestrda virus bolaga o'tgan. Bu holatda virus homiladorlik paytida homilani zararlaydigan bo'lsa, tug'ilgandan keyin vaksina qilinsa, vaksina gepatit B virusidan saqlamaydi. Nima uchun? Chunki infeksion jarayon uchun kamida 30 kun kerak. Vaksina uchun kamida 10-15 kun kerak. Ya'ni tug'ilayotgan paytida yoki tug'ilishi bilan virus yuqadigan bo'lsa, lekin emlasa, infeksion kasallik rivojlanmaydi. Lekin bolada gepatit B virusga qarshi immunitet rivojlanadi va bu virusdan himoyalaydi. Agar homiladorlik paytida yuqqan bo'lsa, ko'p holatda bola virusli tug'ma virusli gepatit B bilan tug'iladi. Yana bitta muhim narsani aytib ketishim kerak. Gepatit B ga yaxshi himoyani rivojlantirish uchun bolalar 6 oy ichida 3 marta emlanish kerak. O'zbekistonda emlash jadvaliga ko'ra bizning bolalarimiz 2-3-4 oyligida penta vaksina oladi. Penta vaksina tarkibida gepatit B ga vaksina ham mavjud. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, bolani albatta shu rejaga ko'ra emlatinglar va gepatit B ga va boshqa infeksion kasalliklarga himoyani tashkil qilinglar. Amaliyotda nimani ko'ramiz? Amaliyotda birinchi vaksinani bola roddomda oladi. Qolgan vaksinalarni uzil-kesil holatda oladi. Masalan, ikkinchisini 4 oyligida, uchinchisini 1 yoshdan keyin, 4-chisini yana qoldirib oladi. Ya'ni aytmoqchimanki, shu 6 oy ichida to'liq 3 ta vaksina gepatit B ga olinmaydi va bolani immuniteti yaxshi rivojlanmaydi va bolaga gepatit B yuqib qolish xavfi yuqori bo'ladi. Emlangandan keyin necha yil davom etadi? Unda aniq javob bera olmaymiz. Shu CDC tashkiloti mutaxassislar bilan muloqot qilganimizda shunaqa javob berishdiki, qonda anti-HBs aniqlanmasligi ham mumkin. Qonda anti-HBs 40 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu immunitet bor degani, yaxshi immunitet bor. Lekin yillar davomida shu 40 dan kamayib ketishi mumkin va manfiy bo'lib qolishi mumkin, aniqlanmaydigan bo'lishi mumkin. Shu bolaga booster dozani tavsiya etishadi. Ya'ni 10-15 yildan keyin bolani yana bir marta gepatit B ga qarshi emlash kerak bo'ladi. Ya'ni booster doza deyiladi. Lekin adabiyotda shunaqa narsalar yozilganki, qonda shu anti-HBs aniqlanmasa ham hujayraviy immunitet saqlanib qoladi. Ya'ni bu hujayraviy immunitet gepatit B dan kasal bo'lishdan himoyalaydi. Bu qonda aniqlash mumkin, lekin aniqlash usuli juda ham qimmat va laboratoriyada unaqa usul ham hozirgi kunda mavjud emas.